Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Minecraft kanali va men bugun sizlarga qanday qilib PUBG Mobile India, Koreya o'zlaringizga havola. Xullas men yuklashni o'rgataman. Hozir buni to'g'rilab olay bo'ldi. Xullas, azizlar, PUBG Mobile Koreya, India ko'pchilikka yoqadi. Keyin bu topolmayman deydi yoki VPN pulli bo'ladi. Xullas shunaqa topganingiz bilan men sizlarga bugun hamma narsasini tekinga faqatgina ishlatadigan qurilmalarni sizlar uchun topdim. Mana birinchi APK Pure. Bu yoqda kirsangiz, mana hozir reklama o'tkazsam. Xo'p, kirganingizdan keyin bu yoqda mana xohlasangiz PUBG Koreya mana yozasiz 5000. Mana yozasiz bu yoqqa. Qanaqa chiqasin. Mana PUBG Koreya deb yozsangiz o'z uchun oladi. Va menda o'zi mana o'rnatilgan turibdi. Xo'p, demak endi navbat buni qanday o'rnatishni men sizlarga o'rgataman. Uning uchun Google ga kirasiz va boshlaysiz bunday qilib. APK Pure deb yozasizlar. Xuddi shuni bosasizlar va poiskga bosasizlar. Qo'sh demak, hozir chiqmasin. APK Pure. Mana APK Pure. Shu narsa APK Pure bo'ladi. Qo'sh demak, xo'p. Buni ichiga kirasizlar. Lekin do'stlar, bitta narsani aytib qo'yay. Ko'pchilik APK Pureni Google'dan ham skachet qilib o'ynasa bo'ladi deb o'ylaydi, lekin bu xato. Bu APK Pureni birinchi bo'lib skachet qilinglar, keyin uni ichidan qidiringlar. Mana bu yoqdan ham to'g'ri qidirsangiz bo'ladi. Mana yozsa bo'ladi bu yoqqa ham. PUBG Koreya deb. PUBG Koreya deb yozsangiz mana chiqib keladi. Buni qaranglar. Mana chiqib kelyapti-da. Lekin bu yoqda yuklasangiz buni katta xato qilasiz. Chunki buni yuklashda umuman bunaqa qilib bo'lmaydi-da, xullas. Keyin chiqasizda o'sha mana shu birinchi bo'lib chiqib turgan APK Pureni yuklab olasizlar va shu bilan bo'ldi. Keyin ko'pchilik tekin VPN qayerda deb o'ylaydi va topa olmaydi. Ko'pchilik tekin VPN'da. Men sizlarga tekin VPN'da o'rgataman. Uning uchun bizga bunaqa deb yozasizlar. Hozir qaranglar. Mana Velduk deb yozasizlar mana. Mana shu. Ya'ni mana bu-da. Ana shuni yozasizlar va shunga bosasizlar. Mana bu ikkinchi bo'lib chiqib turibdi-yu. O'shani o'rnatasizlar va bu yoqda hamma narsa tekin. Mana ishonmasalaringiz ko'rsaman. Men hech narsani bu yoqda sotib olmaganman. O'sha India, men PUBG endi India ham o'ynab turaman, shuning uchun India turibdi. Do'stlar, xullas video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va obunani bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Xullas, videom yoqqan bo'lsa, salomat bo'ling. Xayr.